Hammaga assalomu alaykum. Bugun seriozliroq masalalar haqida gaplashamiz, eshitamiz. Agar siz fermaga ishga kelib, fermada kim bilandir tortishib yoki qandaydir o'zingizni himoya qilaman deb kimnidir urib yoki shu urishga sabab bo'ladigan holatlarni chiqarishda yoki shunaqa holatlarda ishtirok etish paytida kameraga tushib olib polisga boradigan bo'lsangiz, birinchi nima chora ko'riladi, shuni gaplashamiz. Undan tashqari, agar Britaniyada yurgan qizlarga, Britaniyada juda ochiq kiyinadi, chereshchur ochiq kiyinadi, nimadir gapirib yoki telefoningizda syomka qilsangiz, ular siz ustingizdan shikoyat qilsa, nimalar bo'lishi haqida gaplashamiz. Bu videoda Britaniyada fermalarda ishlab yurgan bolalarga jo'natib qo'ying, ogoh bo'lib qolsin. Ketdik. Agar sizga kimdir g'ashingizga tegsa, siz o'zingizni himoya qilaman deb uni bir mushurib yiqitib qo'ysangiz yoki shunaqa holatlar, urush bo'layotgan ishlarda ajrataman deb orasiga kirib allashib olib, kameraga tushib olib, polis kelib sizni ushlab olsa, bilingki, sizga deport aniq. Undan tashqari sudga olib borib, Britaniyada yurish-turish qoidalarini buzganing uchun farqi yo'q. Siz o'zingizni himoya qilganmisiz, o'zingizni haligina qilganmisiz, sizga ular hujum qilganmi? Xullas shu holatning ichida siz bormisiz? Bilingki, 1000 so'mdan 5000 poundgacha shtrab, sud, dopros, tergov ishlari va oxiri Britaniyaga 5 yilgacha kirmaydigan deport bilan ketishga sabab bo'ladi. Shunaqa holatlardan, ya'ni konflikt holatlaridan ehtiyot bo'ling. Fermaga ishlagani kelib, shaharga aylangan chiqqan yigitlar, o'zingizni olib qoching, o'zingizni saqlang. Siz hali ishlashingiz kerak, oilangizga ko'p kerak bo'lasiz. O'zingiz yo'lingizni bekitmang. Endi ko'chaga chiqib, shaharda aylanib yurganingizda chiroyli qizlarni ko'rib, kameraga olgingiz kelib ketdi, yo ingliz tilini bilasiz, nimadir gap otgingiz kelib ketdi. Britaniya madaniyatida bir-biriga odamning ko'zi tushganda bir kulib qo'yib, tirjayib qo'yish holati bor-da. Shuni noto'g'ri tushunib olib, menga qarab kulyapti, menda nimadir gapi bor shekilli deb, unga gapirib, gap otib yoki syomka qilib, shunga o'xshagan holatlarni qiladigan bo'lsangiz, bilingki, siz ustingizdan shikoyat qilsa, 5 yildan 8 yilgacha sizni qamoq kutib turibdi. Qamalib ketish ehtimoli juda baland. Shuning uchun hushyor bo'ling, o'zingizni saqlang. Hammaga omad. Britaniyada bolalarga jo'natib qo'yamiz. Salomat bo'ling.